Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men har doimgidek Alif Zuba va bugungi videomizda Alif Zuba Shorts bilan yangi yilni Alif Zuba shaharda videosini 4-qismi chiqmoqda. Shu uchun likelarni bomba qilib tashlaymiz. Men bu ukamga esa 5 ketdim. Короче, biz yana videoda shu ukam bilan qotishlar bilan boshlab oldik. Boshqa narsa qila olmaymiz chunki. Endi biz o'zimiz eski uyga ketyapmiz. Yugur. Tiqilib qolibman. Daraxtlarni qarab, bir qancha muddat bo'lmaganimizga qancha o'sib ketgan bor-ku bu daraxtlar. Tak, manetga o'zimizni o'z qo'limiz bilan o'pgan daraxtimiz. Bu bizni eski uychamiz. Qanchalik sog'inib ketdim seni, jonim uyim. Jonim uyim bizni, короче, bize bu uyi endi vaqti. Endi bu uyimizni bize yasaymiz. Esingizda bo'lsa, men remont qildik. Mana bitta odam bemalol kirib yashasa bo'ladi, bitta temani bor. Bemalol kelib yashayveringlar. Mana men bu uy ham bor. Bu uyda ham bo'sh. Ana uydaqa o'zimiz uy, faqat o'zimiz uy. Mana qo'shnimiz uy haliga Xitoydan kelmadi, u xitoylik qo'shnimiz. Mana endi bu yerda 3 ta aka-ukalar yashaydi. 3 ta aka-ukalarni o'zicha remont qilgan uyi. Tepada nimadir bor, nimaligini hech kim bilmaydi. Короче, ko'z qamashyapti-yu quyoshdan. Ana dumaloq quyoshga rostlan mana shunaqa shiydirlik kerak bo'lsa, Alif Zuba mod kanalida bor. Sen ukam Eshmataga, eshuni ochib yuboring. Ochmaysizmi? Uxlaysizmi o'zingiz shu yerda? Suvmaysizmi? Eshikni ochib, oynalarni ochib. Degan bu qizi. Men o'zim uyimga ketdim. Xayrli tun bolalar. Yaxshi uxlab turdim. Eshmataga nima qilyapsiz bu yerda? Toshpo'lat akam ko'rinmaylar. Toshpo'lat akam keyin Abror akam ko'rinmaylar. Nima bo'lyapti? Abror akamga kelishar ekanmi? Yangi yilda ko'rinmadinglar. Biz bu yoqqa kelib, mana bu uylarni to'g'irlab ketdik. Yangi yildan bir ancha oldin, bir 10 kunmi, 5 kun oldin to'g'irlab videolar qilib, короче, YouTube'ga qo'yib, YouTube'dan prosmotr yig'ib, 10 ta like yig'olmasdan anqov bo'lib, короче, 10 ta like yig'ib qo'yiladi, o'rtoqlar. Bir oy bo'pti shu videoni chiqarmaganimga. Shu hozir 20-yanvar. Yangi yilni ham kutib olmadik. Sababi ham bor. Keyingi safar albatta keyingi safar emas. Bu video seriali salkam 365 marta chiqadi. 365 kunmi? 1 yil bo'ladi. 365 marta kamida yarim soat, 15 minut qilib chiqariladi. 325 kunmi o'zi? Kun necha kun kam? Yildami? 315 kun. 315 kun. Mana haqiqiy matematik. Mana bizani uka bo'ladi. 315 kun bo'lar ekan. 315 kun, 325 kun, 335 kun, necha kun? 355 kun. O'zimni ham esimdan chiqib qoldi. Hozir 365 kun-ku. Okay, to'xting. Yaxshi qulog'ingizga quyib oling. Men Eshmat emasman, Toshmatman. Toshmat? Toshmatmisiz? Toshmat aka yaxshimisiz? Unda Eshmat akam yaxshimili? Eshmat xola yaxshi. Eshmat xola. Nima qilamiz endi? Ukamni topib olayman. Ukam hozir magazinga chiqib ketdi. Magazindan nimadirlar olib kelar menga, balkim. Ketdim. Mana yerda ochiq joy bor ekan. Esingizda bo'lsa, men ularni yo'q olib borib tashamabman. Assalomu alaykum aka. Qalisan. Aka yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi?
Hozir Eshmat aka bilan ko'rishib keldim. Voydo. Qorma debdi. Ukam, ani kuni ekkan daraxtimiz o'sibdi, qarang. Ha, mana shu. Chopib o'tirmagin, bu daraxt muhim. Biz chunki buni 1 yil, 2 kun davomida zo'rg'a tarab o'stirdik, esingda bo'lsa. Tak, endi mana bu daraxt. Mana bu archa bo'lardi. Archani endi archa qo'yamiz kanishni. Do'stlar, men bozordan ukam olib kelgan, men daraxtlarni olib keldim mana. Mana yangi yil bo'lib, mana bunaqalar ildim. Yulduzcha ildik. Tak, endi bizga kerak narsa bu faqat nima? Nima kerak endi bizga? Обязательно sovg'a kerak. Tak, 3 dona sovg'a tiyiga qo'yib qo'yamiz. Bundoq qizilidan, ko'ryaptimi? Qorasidan, mana yerda yopishib turibdi ekan, endi mana yerga qo'ysak. Voy shu yashilidan qilib. Tak. Sizlarning ham mehnatinglarni tiqib qo'yadigan ukanglar bor, bilaman, mana archa. Faqat sen endi bu yoqda yurmagin. Senga maylimi? Bizni o'tiraver, mana shu archa qo'yib beraman. Seni archang bo'ladi mana. Bu seni archang qotishini. Mana seniki. Meniki. Mayli, ikkalasan senga ol. Men bu yerda o'zim bilganimni qilaman. Tak. Opa. Qaniydi? Qanisan? Nima biz beraymi? Ol. Oldingmi? Qo'yib yubordinglarmi? Mana qo'lingda turibdi. Voy, archa, ko'rinmas archa. Короче, do'stlar, obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, yana 10 ta likedan keyin buni yana videolar chiqib ketaveradi. Обязательно undan oldinda turgan To'pol Minecraftga o'tib like bosib qo'yinglar. Like'ini ko'paytirib, tezroq biz 19 mingta bo'laylik, keyin biz yana nimadir qilarmiz. Hali beri konkurslar oldinda konkurs qilyapman. Telegram kanaliga o'tib konkursga обязательно qatnashib qo'yinglar. Mana bitta uy qurgandek oldin. Uyimda nima edi bu? Nimadir qilamiz deb esdan ham chiqib ketibdi. Ancha bo'ldi bu vazifaga kirmaganimda. Menimcha noyabrdan beri olyapmiz shekil. Dekabrlarda ham olindi, noyabrda ham olindi, har xil. Men bitta bilgan bo'lsanglar, oshxona qildik. Men bitta nimadirlar qilib ijod qilamiz hozir. Bu bizning oshxona, o'zimiz sotib olganmiz bu yoq 2-etaj. Hozir keyinda pul ko'p. Mana qaysi uy bizaniki? Oxirgi etajmidi yo 3-etajmidi? Yo'q, adashibmiz. Hech kim yo'q. Tak. Xototni bilsanglar, bilgan bilar. Tak. Qotma endi. Ukam kelyapti, mana ko'rasizlar. 10 blok olmos, 5 blok oltin, 9 blok elmirot, 3 ta temir, 4 ta lazurit bloki. Alif aka. Alif aka. Soliqchi keldi. Qo'lingni bekat. Xizmatdan keluvdi. Qanaqa xizmat? Tanimadingizmi meni? Yo'q. Eshmat aka meni. Eshmat aka bormisiz? Qayerdan keldim? O'z mana tovalik valla. Qansiz aka? Bizda. Xitoylik bo'libsiz, mashinangizdan ko'rib tanimabman.
Bizda hozir zombilar borda, o'sha basharasidan qolishmay qolibdi basharangiz. Nima deysiz yo'lga borib? Chuvalchi. Ha? Akula. Akula. Ishbadagi to'xta, bizlar o'zimizdan chiqqan ana kuni yangi yilda qolib ketdi. Bizda achchiq sho'rva bor. O'shani yeb ko'ring, qani. Tashinchi. O'zbek ikkita karich. Men Elmurod akamni kim edingiz? Buncha. Izdan chiqib ketdi hozir. Elmurod akaman, esingizda. Elmurod desam siz kelib qoldingiz. Mazza ekan, va mishra. Mazzami? Voy, nimaga? Bo'pti. Ha, bo'p. Anu nima Ha. cho'lda yashaydigan bor edi-yu, o'sha ham ketgan ekan. Skalet bashara bu. Do'stlar, mana obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosib qo'yinglar. Mana shu Elmurod akamizning kanallari tezroq 50 ta bo'lsin. Elmurod aka, nima ketmayapsiz? Men sizni yomonlashim kerak. Suring bu yerdan, короче. Shuni yopib ketgani yaxshi bo'ldi. Endi mana yerda bo'ldi, uxlayman. Tak. Kim bor? Yana kim? Kim yana? Misrda. Mag'lub. Hadi qo'y men. Shotmat akama. Tanivadingizmi? Shahmat aka? Shotmat. Kim edi? Misrdan keldim, Misrda. Shotmat? Shotmatmisiz? Ha. Misrdanmi? Yo'q, cho'ldan keldingizmi? Barishlaringizni qarang, qurib ketibdi. Choy ichmagansiz, suv ichmagansiz. Hozir men sizgacha bir ichimlik beraman. Hozir. 1 minut kutib turing. Hozir beraman, hozir. Mana nima edi? Otingiz Misrdan kelgan amaki, mana sizga mana 4 xil damlamalar bor. Hozir 4 xilli bittasi sizga yuzingizni asliga qaytaradi. Hozir bitta ichib ko'rasiz. Men brach короче misrlik tog'am. Bitta ichib ko'ring. Qani? Voy, endi siz nima qilasiz? U ko'ngni aynitadigan dori ekan, unda ko'nglingiz ayniydi. Buni ichib ko'ring-chi. Mag'lub. Mag'lub qaylantirib qo'ydim. Quvoch. Ishmatgulni mag'lub qaylantirdim. Ismini esladim qo'rqishdan. Ishmatgul. Ismini aytsam. Tushunmadimmi? Ishmatgul. Meni ko'zim ko'rmayapti. Voy, nuri qovoqqa aylantirib qo'ydim. Buni ham ichib ko'ring-chi. Ana iching. Ana ichib ko'ring uni ham. Voy! Ishmatgul qani? Butilkalar tushib qopti. Ay! Ishmat aka? Ancha kalla turibdi. Ana baja. Ishmat aka, nima qilib qo'ydim? Yuring uyimga. O'zingiz balkim topib olarsiz. O'zingizni ko'rasizmi? Keling mana yoqqa. Uyimga kiring-da, men bitta o'tiring hozir bu yerda. Tak. Ko'chadan aholilar ko'rib qolmasin. Ishmat aka, oxirgi damlama. Mana shundan ichib ko'ring, balkim o'zingizga qaytarsiz. Qani ichinchi? Achchiq ekan u. Qani? Qandayman? O'zingizga qaytingiz. Ishmat aka, yaxshimisiz?
Qorni 20 Ha, basharingiz obto'da qorayib ketgan edi. Ukangiz qayerda ko'zi bilan ko'rishim kerak. Ukam, Mendan qarz boring. qarzini men to'layveraman. Kerak. Necha $100? Qancha to'g'rirog'i? Bitta dona olmos edi. Donami yo? Dona. Xo'p bo'ladi. Xo'p, sandiqdan olib beraman. Ani Elmuratga men nima desotingiz? Elmuratmidi? Elmuratdan ham beraymi? Zumraddan? O'zim emasman-da. Da, o'zi yo'qda, anaqada ko'ngli Zumrad ishlatgan bo'lsangiz kerak. Oling. U ana. Men ketdim. Ukangiz bilan gaplashishim kerak. Okey. Menda anaqa qolib ketdi. Qaytib olib keting. Yo, sizga madadga. Thank you, brother. Qani tortingchi? Yo'q, bo'ldi. Hech nima qilmadi menga. Agarda tortganingizda menga nimadir bo'ladigan bo'lsa, sizni ma'muriy javobgarlikka tortardim. Voy, pullar. Soqqang bo'lsa. Hozir. Tak, bizga nima kerak? Kirgam joyimda ekan. Tak. Bizga sen keraksan. Mana u qilib, mana u qilamiz. Yana mana u qilib, mana u qilib. Temir cho'tga ekan. Okey. Elmurat. Va nihoyat boyliklarni qo'yib bo'ldim. Ukam bilmagan bo'lsa bo'ldi. Tak, endi biz mana yerda yopishimiz uchun kerak bo'ladi desam, qaraman. Anu. Tak, bitta mana yerda qo'yamiz, bitta ortib qoldi. Nima qilamiz? Mana ikki qo'yib qo'yamiz ukam shubhalanmasligi uchun. Tak. Endi biz taxta qolib ketishimiz uchun. Taxta qolgan, короче, bunday qilib, bundan plitka yasaveramiz. Plitkadan keyin mana yerda moddik. Tak, bizga mana yashik kerak. Yashikdan yasasa bo'ladi. Nurli. Короче, mana endi ovqatlarni qo'yib yuboramiz. Ana. Bo'ldi. Kalendar qolib ketgan ekan. Kalendarni mana yerga qo'yib qo'yamiz. Yangi yil tugab bo'ldi do'stlar. Kalendarni o'chirib qo'yaymi? O'chirib tashlaymi? Yo'q, bo'l. Tak, biza bemalol chiqib ketishimiz mumkin. Eshigim ochiladi, yopiladi. Mana anu kuni kalendar olganimni endi qaytib sotuvchiga sotvoramiz. Yugur. Aka, kalendar yo'qmi? Kalendar yo'q qoldi. Boy yugurib ketadi. Qanday? Bozorchiman men, bozorchi. Ukam kalendarni olaman deyapti. Ukam. Ukam. Olmos sotamiz. Deb qo'yinglar. 62 ta kalendarim bor. O'shani nech pul narxdan olib qolasiz donasini? Faqat bitta narsaga. Nima ayting? Nasha. Oling. Buni katta xolam maydalab beradi. Maydalasa bu yerdan qancha chiqadi? Bu kam chiqadi. Menga haqiqiy kerak. Nechta bering? Bir aytishga sen bilasan, jim tur. Qanchasini bering? Bunga biz ohoy. Men bir aytishga.
Ay donasini men o'sha payt 10 ta olmosdan oldim. Sizga 5 ta berdim. Yana 50 ta bor. Mayli, menga yana bir stak olmos bersangiz, mana mana shu sizga bo'ldi. Bo'ldi, qo'shdim. Nima sherik? Kezlashib. Masherik, to'xta, menga pulimni ber. Pulimni ber. Kezurma endi. Okey. Puling degi nima? Nima? Qanenda? Men aldamoqchi bo'ldimman. Sen ko'chada toppagansan buni. Anaqa qilaman. Bugun nechida? Bugun dekabr emas. Yanvar. Qachon 21? Voy, Dekabr baramizmi? To'xta. Abone bo'ling, videoga like bosinglar, shu bilan bebek jontim. Короче, do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Ukam qani? Qandaysan ukam? Aha. Manzaralarim tiyadi. Akam meni qo'limga chop tashladilar. Ne? Kel doktorga boraman. Yur tez dedi. Ha, qani. Endi men soliq olaman. Soliq. Men soliq to'layman men senga. Yo'q. Mazammi bu nerede? Bobomni pastiga tushaman. But o'sha bizali uyimizda bo'lib qoldi bu yo'li. O'xti. Voyda, tugatib ketibmiz-ku bu yerni. Nima bo'ldi endi? Tugatib ketganimizga ancha bo'pti. O'tda nima bor? To'qam yo'q. Hey. Ay. Meri. Okay. Beş yapıldı. Oh. Tak, sotuvchilardan nima sotyapti? Sotuvchi. To'xting. Alo. Nima sotyapsiz? Tak. Bitta butulik, bitta Elmuratga ikkita Elmurat bo'lsang, uchta Elmurat olasan deb. Oltin qo'limga qayerdan keldi? Deyanta mana. Mana ishlar o'chib bo'lamcha bular qizib ketyapti. Nima bo'lib ketdi bu yo'llarga? Ancha bo'ldi kirmaganimga, lekin shu ahvol musulka bo'lib ketdi. Mana ikkita nima bor bu? Bu endi jetil. Boy jetil faqat. Ko'ramiz mana ko'rib bu boy mana. Biron narsasiga tegmasligi bu. Biza ahvolimiz shu uchun unga bitta olmos tashlab ketamiz. Uyini tamasha qilib chiqqanimizga yo'qol. Yarimta narsasiga ham tegma. Hop. Agarda bajarkina. Qanun 64 ta sindirish kerak bo'lgan. Chiqay. Men yana. Agarda aytganim qilsang senga telefon beraman. Olib bering. Aytganimni qil. Va. Agarda 1 soat ichida uyimizni orqasiga manetga hozir masalan Mamatga bloklar bilan o'rab, короче, taxta blok bilan o'rab. Taxta blok bilan o'rab, короче,
issiqxona qurasan. Короче, mevalar yo'q bizda hozir meva demma. Короче, sabzavotlar, kartoshka, sabzi, sholg'om yoki rediskamidi. Nima bu? Pomidormi? Pomidor yo'q-ku. Короче, bizga un kerak non qilishga. Shuning uchun o'zimizni shaxsiy brend films Короче, o'zimiz yer olib, mana shu короче, mana shularni короче biza anaqa qilishimiz kerak. Mana pulim ko'p, mana soqqa ko'p, olmos bor xohlasang. Mana bu bor, keyin seni mindan qilib. Короче, shu gaplar. Pulini beraman, sen bloklab kelib bemalol mana shu ishingni boshla. Hamma joyga musor tashlab yuribdi. Ko'rasizlarmi? Bu endi tabiatga ziyon qiladi. Shuning uchun buni jarimaga yo'q. Minecraft jarimasiga tortamiz. Men endi mer bo'laman. Men anaqa bu yerni sotib olaman. Pul ko'paysa shunaqa jinnali odatlar bo'ladi. Men endi o'zimga addina xona sotib olaman. Bilsanglar kerak, men bitta o'zim oldin qurgan uyim bo'lardi. Mana bambukli uy. Mana nechadir короче, mana shu endi merxona qilaman. O'zim mana shu yashayman mana. Ana men mer bo'laman. Agarda kimdir mana shu Men Filipavukman. Ay canım. Ay Chilipavukmush. Короче, do'stlar, Chilipavukga obuna bo'lmanglar. U Chilipavuk emas, aldoqchi u Chilipavuk. U hech kim qutqarmaydi. Короче, obuna bo'linglar. Men endi yengilman o'zimga. Bu yerda Filipavuk u yerga sakraydi. qanisa? Короче, do'stlar, obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Mana shu keyingi safar Cho'chqani o'ldirma. haram varaqali. Yo'qalayimda, bu meni shaxsiy xonam. Yo'qol. Chilipavuk bu. Короче, biza mana короче. Video tugadi, obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Sizlar bilan Alif B va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz qachon 20 mingta bo'lamiz, do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. 20 mingtaga attiga 3 mingta obunachi qoldi. Yo'q, 2 mingta qoldi. Shu uchun mana u yo'qol, shu uchun tez obuna bo'ling. Mana shu iplos tugmachaga o'xshab, mana sta Chilipavukga o'xshamanglar. Bu etganni qilmaydi, boshimga chiqib turib oladi. Boshimda sakraydi kerak bo'lsa. Короче, obuna bo'linglar. Biz tezroq 20 mingta bo'linglar.